Sizga kitob olib berdingiz. 1-2 kunda rasvo qiladida, keyin yana dada oyga kitob olib bering dedi. Mana sizga yechim. Yaqinroq kelingda kamera. Bu biz tomonidan chiqartilayotgan yangi alfabet kitob, bolalarni alfabetga yozishga o'rgatadi. Buni yaxshi zo'r tomoni, agar bola chizsa, yozsa, mana misol yozadi, boshqa qiladi, u bir martalik emas. Buni bundan keyin o'chirib mana. Buni ukalari ham foydalansa bo'laveradi. Tushunarlimi? Ukalari ham foydalansa bo'laveradi. Bu kitob bizda zakaz asosida tayyorlaymiz. Ismlari o'zimiz tomonimizda yoziladi. Har bitta beti muqovasidan tortib orqasigacha laminatsiyalanadi. Shuni hisobiga bu kitob bir marta olib berasiz, shu bilan hamma farzandingiz ishlataveradi. Har bitta listni orqa oldi chiqarib agar buni laminatsiya qilib alohida qildiraman desangiz, listni o'zini 5000 dan tayyorlab bergan taqdirda ham bu 8 varaqli kitobimiz 40 ming so'mga aylanadi. Lekin bizda zakaz asosida ismlaring bilan 30 ming so'm evaziga tayyorlab beramiz. Hoziroq zakaz qilishga shoshiling. Farzandingiz eng yaxshi sifatli ta'limga loyiq.